Qanot va biceps uchun programma. Ikkinchi qism. Birinchi mashqimiz gantellar yordamida qanot uchun 12 tadan 3 podxod. Ikkinchi mashqimizda blok trenajyorida qanotga tortamiz. Bunda o'tirib olib, maksimal og'irlik bilan tirsagimiz ichkariga kiradi. Sekin chiqaramiz. Uchinchi mashqimizda shtanga yordamida olamiz. Egilib, belni maksimal tekis ushlashimiz muhim. Qanotga tortamiz, tirsaklar korpusga yaqin ichkariga kiradi. To'rtinchi mashqimizda yeza grif yordamida bitsepsga ko'taramiz. 12 tadan 4 podxod. Bunda tirsak hech qayerga qimillab ketmaydi. Bir xilla ko'taramiz. Mashqlar nomi va necha podxod ishlanishini opisiyaga yozib qo'ydim. Foydali ma'lumotlarni o'rganish uchun menga obuna bo'ling.